Assalomu hammaga. 35 etажli obyektimizda izolyatsiya va armatura bog'lash ishlari davom etyapti. Podushkaga armaturalar bog'lanib, bu tarafda izolyatsiyachilarimiz mana shu tartibda ish olib borishayotgan bo'lsa, Gasindan mana akamiz kelgan. Tekshiruvlarimiz hammasi joyida. İşletilayotgan armaturalarimiz 2 sloy bo'ladi. Podushkamiz 30 cm bo'lyapti. 2 sloy armatura, 12 armaturadan ishlatilyapti. Ustalarimiz shu holatda ishlashyapti. Hozir birinchi va ikkinchi podezimiz tayyor bo'lyapti desak ham bo'laveradi. Birinchi podezimizda ikkinchi sloy ishlari davom etyapti. Narigi tarafda ma'nunuz bo'lsa, birinchi sloyi, ikkinchi podezimizda birinchi sloy ishlarini tugatyapmiz. Ketma-ketlikda mana ishlar bir tartibda davom etyapti.